Oddiy o'yin sifatida qaraydigan kartalarimiz aslida tarix va vaqt ramzi. Miyani portlatadigan faktlarga tayyor turinglar. 4 ta qarol yuzasida dunyoni lahzaga solgan qirollar: Davud payg'ambar, Buyuk Karl, Yuliy Sezar hamda Aleksandr Makedonskiy tasvirlari tushirilgan. Damalani yuzasida tarixdagi qirolichalar: Afiniya, donolik va urush timsoli. Bibliyadagi jasoratli beva ayol Yudif. 3-si Rohila, bu go'zallik va mehr ma'budasi hisoblangan. 4-si qirolicha, shunchaki Arginiya. Valetlar yuzasida tarixdagi sarkardalar: Buyuk Karl sarkardasi Oger, Laxiriya, Fransiya qo'mondoni Gektor, Troya shahzodasi hamda ritsari, qirol Artur ritsari, Lanselot timsollari tasvirlangan. Matematik timsollari har bitta mastda 12 ta karta, bu yildagi 12 oy. 4 xil mast, bu yildagi 4 xil fasl. Qizil va qora tun va kun. Butun kolodada 52 ta karta bo'ladi, bu yildagi 52 hafta. Agar kartalarni barcha sonlarni qo'shib chiqadigan bo'lsak, bizda 365 soni paydo bo'ladi. Bu yildagi 365 kun. Ikkita jokerning ma'nosi quyosh va oy, xaos va erkinlik, boshlanish va oxir ma'nolarida keladi. Yana bitta qiziq savol: dunyoni qirollar boshqarsa, kartalar dastasidagi tuzlar nima ma'noni bildiradi? Tuz italyanchada ace so'zdan olingan bo'lib, pul ma'nosini anglatadi. Ma'no shundan kelib chiqadiki, butun dunyoni qirollar boshqargani bilan baribir pul hukmdorlik qiladi. Hammanglarga maslahat yengilligi bitta ace, ya'ni pul bekitib qo'yishlarini maslahat beraman. Kartalar aslida yomonlik hamda qumor emas, vaqt hamda tarix timsoli. Buni bilib oldinglar. Chizilgan chiziq bo'yicha paplanib ketyapmiz. Tagnali.